Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Hoover kompaniyasini HL4 Pets modelini qanaqa zborka qilinadi, qanaqa ishlatiladi, qanaqa tozalanishini qisqacha tushuntirib beramiz. Hop, pilsosimizni ochganimizda komplektida shu aksessuarlari chiqadi. Yig'ib olish juda ham oson, hech qanaqa atvertka, hech narsa ishlatilmaydi pilsosda. Glavniy bazasini olamiz. Tepa tomondan nasadkasiga kiydiramiz. Ruchkasini olamiz. Tepa tomondan shuni tushiramiz. Shlankasi ikkita uchi bir xil. Bitta tomoni past tomonga qotiriladi, ikkinchi tomoni tepa tomonga qotiriladi. Pilsosimiz 100% ishlatishga tayyor. Bu yerda bitta joyi bo'ladi. Xohlasangiz divan mягкий mebel uchun turba shotkasini joyiga qo'yib qo'yasiz. Xohlasangiz burcheli uchun ishlatadigan nasadkangizni kundalik qaysi birini ko'proq ishlatsangiz, o'zini pilsosni o'ziga qo'yib bemalol ishlattirsangiz bo'ladi, o'zi bilan yuradi. Shnuri shu holatda yig'ib qo'yiladi. Ishlatishdan oldin chiqarish uchun mana plastmassani past tomonga turib, shundoq olib, bu yoqda bemalol chiqarib ishlatsanglar bo'ladi va yana burab qo'yasizlar. Pilsosimizda ikkita skorost bor. Pilsosni yotqizgandan keyin oyoq bilan bemalol shu holatda old tarket gilamlada ishlatsa bo'ladi. O'ng tomon, chap tomonga bemalol buriladi. Shotkasi alohida olinadi. Podsvetkalari bor. Gilamni vibratsiya yordamida qoqib, tegdik changlari bilan ko'tarib, ishirib tarab beradi. Agar gilamlaringiz qalin gilam bo'ladigan bo'lsa, vakuum hosil bo'lib, yurmay qoladigan, noqulaylik tug'diradigan bo'lsa, shu plastmassa knopka yordamida tepa tomonga ochilsa, pilsos yengil yurishni boshlaydi. Stakani sinmaydigan protyudarniy stakan hisoblanadi. Shuni to'kib tashlasanglar bo'ladi uborkadan keyin. Tepa tomondan ham ochib, bemalol ikkita tomondan tozalab, yuvib, quritib joyiga qo'ysanglar bo'ladi. Pilsosimizda filtr 3 bosqichli filtr bo'ladi. Mikrofiltr, HEPA filtr hisoblanadi. Mikrofiltrimizni polniy uborka qilib bo'lingandan keyin yuvib, quritib joyiga qo'yiladi. Astma allergiyasi bor odamlarga spetsialniy qo'yilgan, chang chiqarmaydigan filtr. Bir oyda bir marta olib, yuvib, quritib joyiga qo'yiladi. Faqat quruq holatda, nam ho'l holatda qo'yib bo'lmaydi, sababi hidlanib qoladi. Pilsosimizda bitta qo'shimcha motor turadi. Pilsosimizni shotkalarini bemalol olsangiz bo'ladi. Ochish, yopish, blokirovka knopkasini, plastmassasini suramiz. Ochib, bu plastmassani olib, shotkasini chiqarib, bemalol yuvib, quritib, tozalasa bo'ladi. Ichida spetsialniy pichoq qo'yilgan, kesib, stakanning ichiga yig'ib beradi shotka. Faqat ayollar bo'lsa, og'ir ko'tara olmaydigan holatda bo'lsa ham, shunda katta pilsosimizni kichkina holatga, 3 kilolik pilsosga keltirib bemalol ishlatsa bo'ladi. Yon tomonda knopkasi bo'ladi. Bu yoqdan bosib, ruchnoy pilsos holatiga keldi. Tepa tomondan shlankasini chiqarib, ruchkasini, nasadkani qo'yib, bemalol qo'lda ko'tarib, bemalol ishlatsa ham bo'ladi. Pilsosimiz обычный oddiy pilsoslarga nisbatan 2-3 barobar baland tortadi. 1 soat davomida 1 kilovatdan tok ishlatmaydi. Juda ham ekonomik hozirgi kunda.